Eshikka hayron bo'lib turgan Hayo hayron bo'lib so'radi. U nega yig'layotgan edi? Halima savatni ko'tarib, bu dunyoda xursand bo'lishdan ko'ra xafa bo'lishga sabablar ko'proq, dedi. Hayo xonadonning eshigini yana bir bor taqillatdi. Uning ortida turgan Halima xavotirlanib, "Nima qilyapsiz, xonim?" dedi. Hayo javob qaytarmay eshikka tikilib turaverdi. Ayol eshikni ochishi bilan Hayo undan "Nega yig'layapsiz?" deb so'radi. Ayol Hayoga g'ayrat ila boqib javob qaytarmadi. "Iltimos, ayta qoling." Ayolni jahli chiqib eshikni zarda bilan Hayoning yuziga qattiq yopdi. Uning o'zini tutishidan hayron bo'lgan Hayo Halimaga qarab, "Unga nima bo'lgan?" deb so'radi. Nimadandir xafa bo'lganga o'xshaydi. Nega zarda qilib eshikni yopib qo'ydi? Men shunchaki unga yordam berishni istagandim, xolos. Ketdik, xonim. Qo'shni xonadonga o'ta qolamiz. Mahalla katta, kulchalarni tarqatish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Yuzidan kuchli hayrat balqib turgan Hayo nega menga qo'rs muomala qildi? Axir unga hech narsa qilmadim-ku, degancha xonadon ostonasidan uzoqlashdi. Halima kichik xonimning ortidan ergashdi. "E'tibor bermang, xonim. Odamlar xuddi gullarga o'xshaydi. Ayrimlari tikanli bo'lsa, boshqalari muattar ismli. Ba'zilari esa ikki jihatni ham o'zida jamlagan bo'ladi. Hidi yoqimli, lekin nishi bor." Hayo yurishdan to'xtab, enagasiga o'girilib qaradi. Hech bir sababsiz o'zidan o'zi jahl qiladigan, duch kelgan insonga nafratini sochadigan odamlar ham bo'larkanda. Halima tabassum bilan javob qaytardi. "Shunday, azizim. Shu bilan bir qatorda hech bir sababsiz yaxshilik qiladigan, iltifot ko'rsatadigan odamlar ham bor olamda." Hayo xavotirlanib, "Men nafrat qo'zg'atadigan manfur odammanmi, Halima?" "Bolam, siz ko'zlarim ko'rgan eng go'zal odamsiz. Ruhimchi?" Halima savolomuz tabassum bilan dedi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" Hayo qo'shni xonadon sari yurishni davom ettirdi. "Hech narsani. Bo'la qol, kulcha tarqatishni tezroq tugata qolaylik." Ikkovlon birgalikda keyingi xonadon ostonasiga yetib borishdi. Eshikni taqillatishlari bilan ochilib, ichkaridan bir gala bola yugurib chiqdi-yu, Hayo bilan Halimani o'rab olib, baqir-chaqir qilib kula boshlashdi. Bolalardan biri Hayoning sochi va kiyimidan tortdi. Hayoning hatto yengi yirtildi. Halima bu manzarani ko'rishi bilan savatni yeriga qo'yib, tezlik bilan Hayoning oldiga yugurib bordi va bolalarni xonimdan uzoqlashtirdi. Xonim esa esankiragan holda qo'rqqanidan joyida qotib qoldi. Lekin bolalar baqirgancha shataloq otib, qiy-chuv qilishdi davom etardi. Hatto ulardan biri Halimaning boshidagi sharfini yulib olib, uning beliga bog'lab, atrofida aylanib raqsga tusha ketdi. Boshqa bir bola esa savatni yopib turgan sariq matoni olib, akasi kabi Halimaning beliga bog'lab, u ham shataloq otishni boshladi. Lekin bolalar kulchalarni ko'rishlari bilan qo'llaridagi narsalarni tashlab savat tomon yugurishdi va yegulikni ishtaha bilan paqqos tushira boshlashdi. Karaxt holda bolalarni kuzatayotgan Hayo kalovlanib, "Nima bo'lyapti o'zi, Halima?" dedi. Halima dovdiraganidan yerdan sharfni emas, savatni yoping'ichini olib boshiga o'radi va yana qaytadan Hayoni quchoqladi. "Manovi tirmizaklar to'xtaguncha biroz kutaylik", dedi. Hayoni bu ahvolda ko'rgan soqchilar uni himoya qilish uchun tezda yetib keldi. Bolalar o'zlari tomonga yugurib kelayotgan soqchilarni ko'rib, tum-taraqay qochib qoldi va uyga kirib eshikni qattiq yopishdi. Hayo bilan Halima esa nima bo'layotganini tushunmasdan esankiragan holda bir-birini quchoqlab turaverdi. Ikkovlari ham yerda to'ntarilib yotgan savat va bolalar bosib tashlagan kulchalarga biroz tikilib qolishdi. Sal o'ziga kelgan Hayo yana gap boshladi. "Halima,
Endi uyga qaytsak bo'ladimi? Halima sabatni yerdan oldi. Albatta xonim. Hayo xonadon qarshisidan uzoqlashgancha g'azab bilan otam mendan talab qilgan ishni bajardim. Butun boshli yovvoyi to'dani ovqatlantirdim dedi. Hali ham xonadon ostonasida savatni tikilib turgan Halima bir dona qolibdi dedi. Hayo yurishdan to'xtab jahl bilan enagasiga o'girildi. Nima bir dona qolibdi? Halima savatdan bir dona kulchani chiqarib Hayoga ko'rsatdi. Bitta qolibdi xonim. Hayo jahl bilan bu yolg'iz kulcha butun boshli mahallani to'ydirishga yetarmidi? Halima kulchani savatga qaytarib soldi. Nima desangiz shu xonim. Unday bo'lsa uyga qaytamiz, deb Hayo tomon yurdi.